Ashxona mebelini o'rnatib berdik. Rossiyskiy laminatdan. Stollari Iran stoldan qo'yib berdik. Plyonchlarni ham qo'ydik. Bu yana kafel o'rilgan ekan. Bu yana o'zimiz rossiyskiy laminatdan qo'yib berdik. Tinda svetlar ham yonadi. Svetlarni 300 tash fasonda. Üstü bilan seri ruchkasiz varianti. O'rtasi ham ruchkasiz variant. Bu pastga tushib turadi bu variant. Xolodilniklar o'rni qoldi sho'rdan. Moslab ustidan to'mich kuzatib berdik. Bu yoqda gazlari, dimoqlar ham ishga tushdi. Общий bahasi 7400 ga bitkazdik. Polnochniy Iran stol, rossiyskiy laminat. Moykasi kiradi, gaz, dimoxod, xolodilnik uyning egasidan.